Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa biz yana ustaxonamizdamiz. Bu joyda nima ishlar qilyapmiz? Qanaqa zakazlarimiz bor? Nechta joylardan zakaz olganmiz? Hammasini hozir aytib o'taman. Xo'p. Bu reykalari polniy kraskalab, tayyor qilib, xarilari, balkalarini chiroyli qilib tayyorlab, bu oddiy fasonda bo'lgan. 2 qavatli-ku, lekin обычный holatda naveslarimiz. Обычный holatda qaysi обычный hisoblanadi desa, gabariti, listini mana, masalan, mana gulini gabariti 10 sm bo'ladi. Tevasi profili 4x4. Shunaqa holatda bo'ladi. Mana shu narsa обычный hisoblanadi. Endi premiumdagi eng zo'rida deydigan bo'lsa, mana shu listi gabariti 20-25 sm bo'ladi. Stokasi ham, nimasi ham. Stokalari 12 ikkitalik bo'ladi. Bularniki bittalik 8 profil bo'ladi-da. Endi qatlardan zakaz olgansizlar. O'zi biz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Eng uzoq olgan zakazlarimiz Samarqand, Surxondaryodan olganmiz. Hozirgi o'zimiz olib yasayotgan naveslarimiz. Bular bu Qo'qondagi Farg'ona o'zida bo'lgan Namangan, Andijon, Toshkent viloyati, Jizzax, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqanddan zakazlarimiz bor. Xudo xolasa, ulardan avvalo ustanovka jarayonlarimizni, pol ustanovka qilganlarimizni hammasini sizlarga ko'rsatib boramiz. Inshaalloh bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Hozir 2025-yil, bugun 23-dekabr. Xo'p. Shu holatimizdan qaysi vaqtgacha biz navbat bilan naveslar ustanovka qilamiz. Xo'p, bizda o'zi bu tayyor, kraskalab turib, klientga olib borsa bo'ladi, lekin buni vaqti kelgani yo'q, olib ustanovka qilish. Boshqalarini ustanovka qilinadi. Hozir ikkita komandadan ustanovkaga chiqib ketgan. Ular ustanovkani etapma navbat bilan ketadi. Shuning uchun har bitta klientimizni naveslari, zakazlari o'z vaqtida Xudo xolasa yetib boradi. 1 kun, 2 kun plus minus bo'lishi mumkin, yo erta, yo kech bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga shunaqa naveslarni ishxonamizni tayyorlab, avval ustanovka qilamiz. Inshaalloh. Vaqtlari, hozirgi vaqtlari 1 oy muddatda tayyorlab beryapmiz. Issiq, sovuq, yomg'ir, qor ashnaqa atroflari bo'lishi mumkin. Keyin svetlarimiz o'chib yonib, ba'zi joylarda, misol uchun bizda ham o'chadi-da. Bizda ham o'chadi. Shuni hisobiga 1 oy atrofida bo'ladi. Agar yozgi kunda bo'lgan bo'lsa, 18 kungacha ustanovka qilib berganmiz, inshaalloh. Hamma narsasini o'zimiz yasaymiz, ishxonada o'zimiz tayyorlaymiz, o'zimiz olib ustanovkalarga chiqib beramiz. Siz prosta joyida ko'rsatasiz, to'kib berasiz. O'sha bolalar borganda abitur qilishadi. Bo'ldi, boshqa narsa hech nimaga pul sarflamaysiz. Bemalol qo'rqmasdan mashina nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, inshaalloh sizlarni doim xursand qilishni harakatidamiz. Sog' bo'linglar, rahmat, salomat bo'linglar.